أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. بugünkü ders باب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. Heyzga münasebetlik meselelerinin babı. El-hayd fil lugati es-saylan. Hayd degan so'z arab tilida eqishdan kelib chiqqan. Yuqalu hadatul arnab idza sala minha ad-dam. Masalan, to'shqan heyzko'da desa arab tilida to'shqandan qon oqqanligini bildirdi. Va hadatush shajara idza sala minha as-samghu. Daraxt heyzko'da desa daraxtdan shilim yoki yilim saqib tushganligini ko'rsatdi. Shariatda saylanu damin maxsusin min mawdi'in maxsusin fi vaqtin ma'lum. Ma'lum sifatlik bir xil qon deydi. Min mawdi'in maxsus. Oldi tarafdan keladigan sifati ma'lum bo'lgan shuna bir qon yoki xun deymiz. Fi vaqtin ma'lum. Ma'lum chaqlarda, ma'lum kunlarda, ya'ni har oyda bir qatim keladigan xundan iborat demakchi. Haydni yana arab tilida at-tams deb ataydi. Yoki al-aada shahriya deb qo'ydi. Oylik odat. Yoki ko'n arab tilida ad-dahik deb ataydi. Shuni Qur'oni Karimdagi shu Ibrohim alayhisolamningki farishtalar kelgan vaqtida va imra'atuhu qoimatun fadahikat. Ayoli shu yerda tug'an yoki turib xizmatini qilayotgan mehmonlarning. Odatda farishtalar bishorat bergan chaqda hayron qilib odatdagi kulishni kulgan deb tafsir qilgan olimlar. Yana bir tafsirda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan tafsirda shu chaqda ezguda hayron qolgan. Ya vaylata alidu wa ana ajuzun va hada ba'li shaykha. Men yashnab qolgan, ya'ni ez to'xtab ketgan ayol turib tug'amdimi deb hayron qolgan. Fadahikat degan shu so'zni mufassirlar shu hayzgo'da debmi tafsir qilib, hayzning bir ismi deb qaraydi, dahik deb. Nonga hayzning ismi at-tams, ad-dahik yoki al-aada shahriya yoki al-aada davriya deb qaraydi. Endi hayz ahkomlari shariatda nihoyatda muhim ahkomlar. Buningga dinning butun tarmoqlari chetilib ketgan. Çünkü buna tushunmasa din ahkomlarini joyida ilmong'il bo'lmaydigan bo'lib ketadi. Hatto ayollarning emas, erlarning hayotiga, turmushiga munosabatli. Yani mesela namoz buni chetishlik, ro'za chetishlik, iddat chetishlik, masjidlarga kirish, tavob qilish deganda bundan boshqa nurg'un ahkomlar shuni chetishlik. Yani bu hayzni Alloh taolo Adam qizlarga tutayotgan ish deb Sahih Buxoriyda hadis bor. Qur'oni Karimda mo yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innalloha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qur'oni Karimda mo hayzning ahkomlarini zurul bo'lg'achqa bayon qilgan. قال المصنف رحمه الله تعالى والدماء ثلاثة. Yani şu ayollardan keladigan xullarning turi, qonlarning turi 3 turlik bo'ldi. Birinchisi haydun. Wa huwa ad-damu alladhi tasiru al-mar'atu bihi balighatan. Mush hayz bir xundan iborat. Qon. Mush qon kelgan chaqda qizlar balog'atga yetadi demakchi. Demek şu çağdan tatip şeriat ahkamlarına mükellef buludu deyimiz. Bibtidaihil mumtad ila vaqtin ma'lum. Şunun başlanışı bilen mükellef buludu. El mumtad. Başlangandan keyin bu xili uzun necha yil davomlashadi deydi. 30-40 yil ez kelishi mumkin. Har oyda ma'lum kunlarda. Ila vaqtin ma'lum degan ma'lum bir chaq qadar, yani ayollardan hayz to'xtagan qadar, yani ba'zi qarashlarda Hanifi mazhabda 50 ga yashlab bekitdi. Shafiy mazhabda
62 yosh deb bekitdi. Yoki ba'zi fuqarolar buning ma'lum bir yashi yo'q. Tan qurilishi qarab, jamiyat sharoiti qarab, hayz to'xtaydigan vaqtda o'xshash bo'lmaydi deb qaraydi. Endi shu hayz qani nimadan iborat? Bu aslida tan sog'lomlikdan ko'rilgan ahvol. Uyg'urcha kasallik deb atsam, tan sog'lomlikdan. Aslida baliyatquda farzand bo'lib qolsa, farzandni kutib olib, rizolantirib, shunda bir sharoit yaratishga bir modda tayyorlangan bo'lsa, qo'saq ko'tarish ahvol bo'lmagan ekan, buning salohiyati to'shab, ya bir haftada 10 kun salohiyat to'shab, bu qondan qutulmasa, baliyatqa ziyon qiladigan holatda, ya sesib ketadigan bo'lg'achqa, badan buni tashlatilgan gap. Har oyda bir qatim tashlash shuningdan iborat. قاله الكرخي أبو الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسين أنا في مذهب إمام الله برسه أشندا تعرف قيغا يعني حيد نمد عبارات دسا هو الدم الذي تصير المرأة به بالغة ده تعرف لجان. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائد إلا بخمار. حائد دجان مش هذا يذكر بقاغن يوم ما يدو هيز كرش yeshig kelgan, balog'atga yetgan, bo'yig'i yetgan qizlarningki yog'liq atmay namoz o'qishi durust bo'lmaydi. Kichik qiz bo'lib qolsa, beshida yog'liq olmasimi, namozni o'rgatish uchun, mashq qildirish uchun yog'liqsizmi turishi mumkin. Lekin cho'ng bo'lgan qizlar cho'qim yog'liq bilan namoz o'qishi lozim demakchi. Ishada hayd degandan ez ko'rayotgan emas, bo'yga yetgan degan mazmun maqsad qilindi. Chunki hayz ko'rgan ahvolda namoz o'qish harom. Va qala al-imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Fadl al-Bukhari, bu imommo bizning o'rtasidagi Buxoroda yashab o'tgan katta Hanafi ulamolarning birisi. Muhammad ibn al-Fadl Abu Bakr al-Fadli al-Bukhari al-Kamari Hijri 381-yili vafot bo'lgan Buxorolik katta faqihlarning birisi. Bu olim haydni bunda ta'rif qildi. Waddamul ladhi yanfuduhu rahimul mar'ati salimati anis-sigari wadda. Ya kichiklik illat yo'q, yoki kasallik bir illat yo'q. Sog'lom bir ayolning baliyatqisi churitadigan. Yani fudu degan asli qaqdi masalan, silkidi, irg'itdi degan ma'noda. Bu odamda tashlatilgan, churitilgan degan ma'noda. Nafada. Gilam qaqqanimi nafada deymiz. Undan keyin ya kichiklik yo'q, yoki kasallik yo'q, sog'lom bir ayolningki baliyatqisi tashlatilgan, churitilgan qondan iborat deb ta'rifladi. Bazı ulamolar yaş bekitishi mumkin. Necha yoshda eng tuvan bo'lsa, eng burun bo'lsa necha yoshda ko'radiz, ba'zilar 9 yoshda bekitishi mumkin. Ba'zi jamiyatlarda 10, 12 yosh, 13 yosh bo'lishi mumkin. 3 turlik xunninki, ikkinchi turligi istihada. Istihada degan va waddamul khariju min al-farji duna ar-rahim. Bu baliyat qudan emas, oldi tarafdan tanasul a'zolardan chiqqan qon. Yani bu bira tumuninki uzilib ketishidan yoki titilib ketishidan chiqqan qon, tumudan chiqqan qon. Masalan, bilkimiz qonab ketgandek, shunda tumudan chiqqan qon deydi. Baliyat qudan emas. Dunar rahim. Wa an-nifasu wa huwa ma yakhruju ma'a al-waladi aw aqibahu. Uchinchi turlik qon nifas deb ataladi. Bu bola tug'ilgan chaqda yoki tug'ilgandan keyin ham chiqadigan qondan iborat. Demak, ayollardan keladigan xunni 3 ga bo'ldi. Birinchisi hayd, ikkinchisi istihada, uchinchisi nifas. Ustozma anis-sigari va da'i deganki, an deganni qanday tushunamiz? Kichiklikdan xoli. Bunda hech kichiklik bir ahvol yo'q demak. An degan osh xoli degan ma'noda. As-salima an demak. Yani nimadan sog'lom, kasallikdan sog'lom, hech kichiklikdan xoli degandek.
قال وأقل الحيض 3 أيام ولياليها. Haydninki her ayda kildigan bir adet bo'lg'achqa ayollar bir odatga bog'langan. 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kun, 8 kun endi. Lekin eng oz degan chaqda Hanifi mazhabda necha kun odat ko'rdi desa 3 sotka odat ko'rishi mumkin deydi. Uningdan oz bo'lmaydi demoqchi. Boshqa mazhablarda bir kecha kunduz yoki birdamlik ko'rishi mumkin deb qaraydi. Va aktharuhu 10 bilayaliha. Eng uzun davomlashib kelgan hayz 10 sotka deydi. Hanifi mazhab eng ko'pi deb mujna bekitdi. Boshqalar eng ko'pini 15 kun, eng izini 1 sotka yoki birdamlik deb bekitish mumkin. Eng ko'pi 10 kun degandan 10 kundan ortiq davomlashib kelsa desa ortiq kelgan istihada demakchi. Shafiy mazhabda 15 kun deydi. Shunga yuqorida Muxtorning matnida va aktharuhu 10 saat deb qo'ydi. İmam Shafiy 10 kun emas 15 kun deydi demakchi. Undan keyin bir ayolimiz 10 kun hayz ko'rgandan keyin yana xun kiriversa 10 kun hayz hisobida 11-kunni tatiblam poklangan hisobda har namozga yana tartib o'qiydi. Namozni boshlaydigan. لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب. Kız olsun çokan olsun. El-bikr ve theyib. El-bikr ve theyib cariye bulup kalsa, qaysi bo'lsa, hayzning eng aqalli muddati 3 ayyamin bilayaliha. Ve aktharuhu 10 ayyam. Hadisda bunda eni ko'rsatgan demakchi. Yani bu hadiste acizlik var. Ulamalar bunu aciz deb qo'ygan sanadini. Hem de müşahdis aciz. Yani bir mazhab şu aciz hadisini dil qilib akeldi. Başka qarashlar 15 kun deganlar masalan. Onun boshqa qaraganlar aciz hadis mi ekanmagan. Çünkü mushu masalada ezning aqalli bilan aktsarini bekitishda seyidis yo'q. Seyidis bo'lmagan ekan Hanifi mazhab acizatine geldi. Başkalar hadisman ekenmay ayollarning adeti 15 günden aşmaydı deb adetin delile kelgan. Ve an Ebi Yusuf rahimahullah aqalluhu yawman ve aktharu thalis. Ebu Yusuf en az deganda 2 kun keladi deb to'xtamabdi. Aqalluhu yawmani ve aktharu thalis. 2 kun ve 3. kunning ko'p qismi 3 sotkaga yaqinroq kelishi mumkin. Hozir 3 sotka deganda sal to'ldi Abu Yusuf. 2,5 kundan jiqroq 3 sotkadan azroq bo'lishi mumkin demakchi. İqamatan lil aktsari maqam al kull. Bu shu İmam Abu Yusufning va Hanifi mazhabda odatda qo'llanib kelayotgan mush qoidaga asosan bir narsaning ko'p qismiga shuning hukmini beramiz deb. Mesela masih qilishda, tozalik ishlarda shunda bekitdi. Wala i'tibara bihi. Bu qarash inovatsiz demakchi. E'tibor qilinmaydi. Bihi yani Abu Yusufning mush qarashi. Nima uchun? Li'annahu tanqisun an taqdir ash-shar'. Chunki shariat yuqori hadisda shariat 3 kecha kunduz deb bekitdi, 3 sotka deb bekitdi. Abu Yusuf hozir shariat bekitgan miqdordan kamaytib o'tgan bo'ldi. Undan keyin va hadisningki aniq ko'rsatmaski xirob bo'lg'achqa hisob emas demakchi. Qala va ma naqasa an aqallihi va zada ala aktharihi istihada. Undan keyin biz hozir eng tuvan chekini bekitdik, eng yuqori chekini bekitdik. 3 sotka, 10 sotka deb. Bekitgan keyin 3 sotkaning oz muddat kelsa masalan, bir kun kirib to'xtab qolibdi. 2 kun kirib to'xtab qolibdi. Bu chaqda buni odat demay istihada deymiz. Endi 10 sotkadan ortiq kelsa, bu istihada bo'ldi. Hayz hisoblanmaydi. Li'annahu zaidun ala taqdir ash-shar'. Chunki shariat 3 sotka bilan 10 sotka orliqni bekitgan,
biz uningdan az yoki uningdan ko'p bekitib olsak, shariat bekitgandan ortiqroq bir narsani bekitgan bo'lib qolamiz. Fala yakunu haydan. Undan keyin u hez bo'lmaydi. Va laysa bi nafas. Endi hez bo'lmagan ekan biz qonlarni 3 turga ayirgan. Hez bo'lsak hez emas edi. Endi nifas bo'lsak nifas emas, yo tug'ut ahvoli yo'q. Undan keyin 3-turlik istihada bo'lishi muayyanlashadi. لأنه زاد على تقدير الشرع فلا يكون حيضا وليس بنفاس فيكون استحاضة لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة في هذه الثلاثة. Çünkü baliyat kudunyak aldı taraftan kıldıgan kan muş 3 türlük kanda çekilengende. Ondan iken va ikisi bolmagan iken 3-nji türlük dep moyallaştırmız. Qala ve ma tarahu al-hamilu istihadatun. Hamildar ayal xun ko'rgan bo'lsa, buni istihad deymiz. Chunki hamildar ayal hech ko'maydi degan qarashga asosan. Li'annaha la tahid, ya'ni li'anna al-hamila la tahid demak. Biz o'sha hezni nima degan to'q? Shu bola bo'lib qolsa, bolaga ozuqliq va shu bolani parvarish qilishga ishlatiladigan modda degan to'q. Shu modda bola bo'lmagan ahvolda roli bo'lmagan ekan, bedenning sirtiga chiqib ketmasa, balayotgan sesitdi. Undan keyin hozir bola bor. Bola bo'lgan ekan, shu bolaga ishlatilib ketadi. Bu qon kelmaydi deyman. Ana bu hamildor ayol hez ko'ramdi ko'rmamdi degan masalada ikki xil qarash bor. Ko'pchilik olimlar hez ko'rmaydi deb qaraydi. Ya'ni bu mazhabda shunda. Li'anna bil hamli yansaddu famur rahim. Chunki shu hamildorlik ahvoli bo'lsa, balayotquning eg'izi itilib qoladi, bir narsa tushmaydi yerdan. Va yasiru damul haydi g'idaan lil janin. Hayzning qini ash turalmaga g'izo bo'lib ketadi. Fala yakunu haydan. Undan keyin u yerda hayz degan narsa bo'lmaydi. Qala wa huwa la yamna'u as-sawma wa la as-salata wa la al-wat'a. Wa huwa degan mishada damul istihada. Wa huwa yani wa damul istihadati hozir istihazaning hukmini bayon qilyapti. Hech emas, istihaza bo'lgan ahvolda mushunda turlik xun kelib qolsa, ro'z tutishnimi, namoz o'qishnimi, jima qilishnimi to'sanmaydi. Bu narsa cheklanmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam lil mustahadati tawaddai wa salli. Istihada bo'lib qolgan ash ayolga men kesellulab davomli xun kelib turadigan saqlanmaydigan ayol degan chaqda, ya'ni hayz tugagandan keyin xun kasimi her namozga ta'tilib namoz o'qiyvering degan. Tawaddai wa salli wa in qatara ad-damu 'ala al-hasiri qatran. Qon bo'rga tamchilab tursimi, siz namoz o'qiyotganda jay namoz bo'rga tamchilab tursimi, bir namozga ta'tilib namoz o'qiyvering demoqchi. Yani bu istihada çetişler mühim bir mesele. Hayz to'xtab, hayz kunlari ketibdi. Hayz kun to'xtabdi. Lekin istihada qani davomlashibdi. Bir namozni tartilib, namoz o'qidi, lekin shu arliqda istihadaning qani kelmadi, to'xtab qoldi masalan. Masalan, peshinga tartagan bo'lsa, asr bo'lgan qadar istihadaning qani kelmasa, tartib bor. Chunki tartib sundirgan bir ahvol bo'lmadi. Yani o çağda her namazı bir tartilish kerak emas, shu tartib bor hisobda. Lekin xun kelib turgan bo'lsa, o çağda her namazga tartildi. Xun kelayotgan holatdami, shu yana olgan tartib bilan shu vaqtning namozini o'qiyverdi. Cho'mi suyuq to'xtamaydigan, yel to'xtamaydigan kasalliklarda shu istihada qoidasi bo'yicha her namozga yenidan tartilib şu vaqtning farzi va shunga munosabatlik sunnat namozlarni o'qiydi. Yani bir narsa qilayotgan ahvol bo'lsa-mu o'qiyverdi deymiz. Chunki bu uzrlik kishi. Va fi hadithin akhara inma huwa damu irqin infajar. Yani bir hadisda bu infajar degan mishadani kesib ketgan yoki titilib ketgan bir tumudin
kep qalgan qon, yani tanasul a'zolarida bir qil qon tomirlari zaxmlangan bo'lsa, shu yerdan kelgan qon demakchi. Fala yamna'u karru'af. Navonkin buni qanab ketgan kishiga o'xshashlar namoz o'qish, ro'za tutish va jima qilishni to'sanmaydi. Amaliyotda shu qonlarning rangi va firqi jihatdan farqlanadi. Buni ayollar biladi. Balyatqudan chiqqan qonning sifatini yoki tumudan chiqqan qonning sifatini ayollar ayriy oladi. قال وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض. Hez kunlarda, mesela 4 gün ya 5 gün 6 gün degan bo'lsa, odat shunda bo'lsa, shu kunlarda rangarang xun kep qolsa, mesela zig'irang, qaramtul yoki sag'och yoki shunda tumirang deymiz mesela, har turli rangda kep qolsa bu hez hisoblanadi. Chunki bu baliyatquda shunda siz tushadigan xun bo'lg'achqa her türlü rangda şekillenishi mümkün. Hatta taral bayadal halis. Ta ki ak suyuqluq kelganga qadar hez hisoblanadi. Lima ruya anna an-nisaa kunna ya'ridna al-karasifa ala Aisha radhiyallahu anha. Bunda bir hadis kelganlikdan shundaq dedik. Ayollar oldi taraf ishlatgan ash paxtalarni Hazreti Aishaga eklib ko'rsatdi. Yani din ahkamlarini yangidan o'rganayotgan. Bu pokizlik, namoz degan ishlarga endi qadam qo'ygan shu musulmonlar yangidan o'rgangan chaqlarda ayollar ishlatgan paxtani eklib, "Ma'vo izmo emasmi? Men poklanibmanmi, poklanmabmanmi?" deb Hazreti Aishaga ko'rsatdi. Hazreti Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan buni ahkamlarini obdan yelligachga shu ayollarga ma'uhiz emas deb ko'rsatib berdi. Va kanat idza ra'at al-kudra degan aslida duv. Suv al-ma'ul kadir desak, bu bunda leyg'an suv. Yoki yog'ni kadir deb qolsak, duv ulab qolgan. Yog'ning duvi degandek. Va kanat idza ra'at al-kudra qalat la. Ayollar kelgan paxtalarda mujunda bir dug'lashgandek, shunda bir rangda xun ko'rib qolsa, mesela tümirang, aşında ranglı bo'lishi mumkin. Qalat la yaqtaha. Eyz tugmabto hatta tarayna al-qassata al-bayda. Ta ki siz appak suyuqlikni ko'rganga qadar namoz o'qimaysiz, eyzdan paklanmaganlik bo'lsangiz deydi. Al-qassata al-bayda degan oq suyuqlik. Nonki al-kudra deb keladi kitoblarda. As-sufra deb keldi. Sufra degan sag'och. Masalan bir jirang rangida sariq suvdagi narsa. Al-kudran shada suzuk emas, oq emas, boshqa rangda bo'lib qolgan demakchi. Va qala Abu Yusuf la takunu al-kudratu haydan illa ba'da ad-dam. Abu Yusuf dabto mushunda dug' alat kelib qolsa, qizilma emas, oqma emas, shunda o'tir bir rangda kelib qolsa, oldida xun kelgan bo'lsa, qon kelib, uningdan keyin dug'rangi kelgan bo'lsa, hez bo'ladi. Boshda qon kelmay, dug' kelib, keyin qon kelgan bo'lsa, u dug'g'alat kelgini hez bo'lmaydi deb qaragan. Lanal kudrata ma yatakaddar. Chunki kudrat degan nimada iborat bo'lsa, endi dug'lashgan narsani ko'rsatadi. Va avval shay'i la yatakaddar. Endi bir narsaning dastligi, masalan, yog'ni quysak, boshda yog'ning suzuk tarafi tushdi, dug' tarafi keyin tushdi. Valana bizning Abu Yusuf qatta dalilimiz, raddiyimiz, ma ravayna an Aisha radhiyallohu anha min g'ayri fasl. Hazreti Aishadan rivoyat qilingan hadisda uningda oldida kelib, uningdan keyin kudra kelsa deb ayirib jumdi. Kudra kelgan avvalda yo'qdi, hech jumabdi dedi. Va li annaha min alwanid dam. Yani qo'shimcha dalil ash kudrami hez xullarning ranglaridan birsi. Fasawaun kanat awwalan aw akhiran ka ghayriha min al-alwan. Davankin dastlabki kudra kelib, ay do'q rangda, tümür rangda ya jigar rangda masalan. Endi bunday kelib, uningdan keyin qizg'och qon kelsin yoki bosh qon kelib, uningdan keyin
Şunlara ranglı binas kelsin. Hammasi hayz hesaplandı. Ve qawluhu ve evvelu şey'i la yetekaddar degan so'zi kelsak İmam Ebu Yusuf'na biz deymiz bunun qarta. Lima qulta inna hada evveluhu. Nima uchun siz shu dastlabki kelgan qanni siz bunun boshlanishi deb atolasiz? Bunun besh emas, balki oyoq tarafi bo'lishi mumkin. Yani tuvan tarafi. Bu holatda sheshining masalan ost tarafiga o'rnagan qismi bu bir avval bo'lishi mumkin. Ve hada innama yakunu fi inan yasilu min a'lahu. Yani sizning digininiz bo'yicha bo'lsa, bir qacha yoki shishida yog'inda binas bo'lsa, masalan, ust tarafidan quysak, ustidan suzuk taraf tushib, keyin undan dug' taraf tushdi. Lekin ve hada yasilu min asfali. Lekin bu dug' xun nereden keladi? Tuvan tarafidan. Tuvan tarafidan keladi. Fayjib an takuna al-kudra awwalan. Undan keyin oldidan tushadigan narsa shu dug' tushishi lozim. Chunki bu hozir bir nimaga o'xshash desak, kaljarra bir ko'p masalan, yoki idish, ko'zidek binasini deb tasavvur qilsak, tanfaqibu min asfaliha, yoki tufqabu min asfaliha. Tigidan tushga tushsak, tigida o'rnagan dug' bosh tushidi buni. Suzuk taraf tushmaydi yuqoridan demak. Fa innahu tasilul kudratu awwalan. Kaza hada. Undan keyin mush baliyat qudun tushgan kunnomo dastlab qilib shu dug' tarafi tushishi mumkin deb aytdi. Wa hukmul haydi wal istihadati wan nifasi inma yathbutu bi khuruj ad-dam ila al-farj al-kharij. Endi hayz va istihada va nifas mush uch turlik, ya'ni ayollardan keladigan mush uch turlik xunning hukmi qachon kuchga ega bo'ladi desa, sirtqi tarafga chiqqanda undan hisob bo'ladi. Yani ayollarning tanasul yo'lining ma'lum riya kelib sirt chiqmagan ahvolda bunda hayz ko'rdi yoki bir narsa chiqdi demaymiz deydi. Li'annahu ma lam yadhhar, chunki u sirt chiqmagan ahvolda fa huwa fi ma'dinihi. Lekin bu o'z makonida turgandek. Yani balayotgan ishi turgan bilan o'xshash demakchi. Bu hamda dastlabda odat boshlangan chog'da gap ma'lum. Lekin hayz boshlanib, hayz ko'rayotgan chog'da bu hayz taxa bedanning sirtiga chiqsin chiqmasin hayzning hukmi hisob. Lekin dastlab qilib hayz boshlangan chog'da tanasul a'zoni eng sirtiga chiqsa uni hisob bo'ldi. Qala wat-tuhrul mutakhallilu fil muddati haydun. Endi hayz ko'rdigan kunlar 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun masalan, yo 7 kun desak, ayollar her ayda ashundan muayyan kunlarda ko'rdi odat. Allahu akbar. Qala wat-tuhrul mutakhallilu fil muddati haydun. Hayz ko'rayotgan shu kunlarda orliqda xun kelmay pokiz tug'an bo'lsa-mo, yana hayz hisoblandi. Masalan, 5 kun hayz ko'rdigan bo'lsa, 1-2 kun kelib orliqda yarim kun, yana 1 kun kelmay keyin kelib davomlashgan bo'lsa, yanılar hayzlar hisoblandi, namoz o'qimaydi shu chog'da. Li'anna al-muddata la tustaw'abu bid-dam. Chunki 5 kun odat ko'rdi desa 5 kun to'xtamay xun qildigan ahvol yo'q. Orliqda to'xtab, ya'ni keyin kelishi mumkin. Fa'tubira awwaluha wa akhiruha. Davom ekan biz dastlab bilan eng oxirini ko'z tutamiz, shuni hisob qilamiz. قال وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا. Hayzda ayoldan namozni saqit qilib o'tadi. Butunlay aslan tigidan zal. Keyin qazosini qildirishmi yo'q. Namoz farz bo'lmaydi. Va yuharrimu alayha as-sawma. Ro'z tutishni harom qilib o'tadi. Fataqdihi. Undan keyin saqaygan chaqda tutib oladi. لقول عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe'nin muşu sahihindeki muşu hadisi ayollardan birisi kelib nima uchun hayzdar namozning qazosini qilmaydi, ro'zining qazosini qiladi degan chaqda Hazreti Ayşe siz haruriyalik xavorijmi deb so'ragan. Shundan keyin xavorij emas, lekin bilib olay deb so'radim degan chaqda Hazreti Ayşe kunna nisa'u على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة. يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة degandek hadislar kelgan bo'lg'achqa, ya'ni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida, davrida namozda qazosini qilmaslikqa, ya'ni qayta keyin saqaygandan keyin o'qimaslikqa, lekin ro'zini saqaygandan keyin tutib olishga buyurildi degan mush hadisga asosan ro'za gadanni saqit bo'lmaydi, keyin saqaygan tutib oladi, lekin namoz gadanni saqit bo'lib ketadi dedik. ولأن الصلاة تتكرر في كل شهر وكل يوم. Yani qo'shimcha aqliy dalil namoz degan har kuni, har haftasi, har oy, kunda 5 vaqt takrorlanadigan bir ibodat. Fatuhraju fil qada. Undan keyin saqaygandan keyin o'qiyman deb qolsa qiynalib qoladi. Was-sawmu fi sanati marra. Unda ro'z degan bir yilda bir oy Ramazon oyida ro'z farz bo'lg'achqa fala haraj. Saqaygan chaqda ro'zini tutib olsa qiynalib qolmaydi. Qala al-musannif rahimahulloh taala va yahrumu wat'uha. Hayzda ayolga yaqin kelishga bo'lmaydi. Yani jima qilish bo'lmaydi demakchi. Li qawlihi taala va la taqrabuhunna hatta yatahurn. Ash oyatda va yasalunaka anil mahid. Qul huwa idan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Paklanğanğa kadar yakın kelmanglar ezdayallarga dedi. Ve nahyu lit-tahrim. Yani yakın kelma degandikan o'shada cheklash, to'sash, haramlikni ko'rsatadi. Yani usuli qoida an-nahyu tufidu at-tahrim wal amru yufidu al-wujub degan qoida. وإن وطئها في الحيض طائعين أثما. Hezdar halatda jima qilib qolsa, ta'i'ayni, har ikkisi o'z ixtiyori bilan jima qilib qolsa, har ikkisi gunohkor bo'ladi. Va yakfihima al-istighfar va tavba. Bunda ahvolda unda kaffarat beradigan bir ish yo'q. Alloh taoladan mag'firat qilishini tilab tavba qilsa bo'ladi. Li qawli as-Siddiq radhiyallohu anhu liman sa'alahu an zalik. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan birisi so'ragan chaqda bergan javobiga asosan deydi. Istagfirullah va la ta'ud. Istig'for aytib bundan qilsamma debdi. Wa in kana ahaduhuma ta'i'an wal akharu mukrahan. Birisi o'z ixtiyori bilan, yana birisi xohlamasimi jima qilgan bo'lsa, masalan ayoli men kasal bo'lmaydi desa, yaqin kelib qolgan ahvol bo'lsa, athimat ta'i'u wahdahu. O'z ixtiyori bilan yaqin kelgan kishi gunohkor bo'ladi. Qala fil fatawa, al-fatawa degan so'z bu Hanifi mazhabda biz imomdan kelgan qarashni 3 turga bo'lgan. Zahir rivoya, an-nawadir, zahir rivoya degan ishonchli rivoyat. Shu Imom Muhammadninki 6 kitobida kelgan qarashlar. An-nawadir wal waqi'at degan, an-nawadir degan ikkinchi darajalik manbalar, 3-chi darajalik manba al-fatawa wal waqi'at degan. Bu nimadan iborat desa, imomlardan bir masala haqida bir qarash kelmagan. Kelmagandan keyin shu mashayixlar yoki navri shogirdlar, paynavri shogirdlar binas deb baqqan onlar. O'zi istat qilib bergan javobni fatvolar deb ataydi. Undan keyin bu 3-chi darajalik manbalarda shunda kelgan deydi. Va hada fil hukm. Va hada fil hukm degan hayzda holatda jima qilib qolgan ahvolda buning hukmi nima desa, istig'for aytib tavba qilsa bo'ldi. Uning boshqa alohida manda qilishi lozim deydigan bir hukm yo'q deydi. Va yustahabbu. Endi uning manda qilishi lozim, vojib degan hukm yo'q. Lekin manda qilsa yaxshi, mustahab degan bir hukm bor. Va yustahabbu an yatasaddaqa bi dinar. Bunda ahvolda hamda manda qilsa yaxshi, afzal deyiladi. Lekin cho'qim munda qilish kerak degani yo'q. Cho'qim istig'for aytib tavba qilish lozim. Ammo qilsa yaxshi deb qaralgan ishlardan
en yatasaddaqa bi dinar ev nisf dinar bir tilla yoki yarim tilla sadaqa bermesi yaxshi debdi. Bir tilla deganimiz 4 gram chorak oltin. Ya'ni 250 koy 300 koyda hisoblsak 1300 koy atrofida bir narsa bo'ldi. Ev nisf dinar yoki yarim tilla debdi. Bu bir qarash. Qila ma'nahu endi buni izohlab qachonda yarim tilla sadaqa beruvdi, qachonda bir tilla sadaqa beruvdi desa, inkan fi awwal al-hayd fa dinar. Hez dastlabda boshlangan chaqlarda jima qilgan bo'lsa bir tilla. Va fi akhirihi nisfahu. Oxirlashib to'xtamagan ahvolda jima qilgan bo'lsa yarim tilla deyilibdi. Va qila yana bir qarashda in kana ad-damu aswad xun qora yoki unda jigarangda kelgan bo'lsa bir tilla. Va in kana asfar sal yengillab masalan sog'ich kelgan bo'lsa yarim tilla deyilibdi. Va bi jami' zalika warada al-hadith, ya'ni yarim tilla olsun, bir tilla olsun hammasida unda hadis kelgan. Yani hadis ya da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu holatda hadis kelgan bo'lsa-mu sahabildan shunda rivoyat kelgan. Wa yakfuru mustahilluhu deganki damir al-jima' asna al-hayd demak. Hayza holatda jima qilsa halol bo'ldi. Buni cheklaydigan bir ko'rsatma yo'q deydigan bo'lib qolsa kafirga chiqaritimiz. Li'anna hurmatahu thabatat bil kitabi va bil ijma'. Chunki hayzaga yaqin kelishninki haromligi Qur'oni Karimning aniq oyatlari bilan isbotlangan. Al-kitab mishada Qur'oni Karim. Nima masalan muxtasar quduri demaymiz. Yani shu gapning siyoqi urami qarab turib, kitob va ijmo deganiki Qur'oni Karimkin deymiz. Val ijma bu ishning mushunda holatda haramligida. Qala va istamta'u biha ma fawqa al-izar. Ayol hezda olib qolsa, izar degan bu belning ostiga yo'g'ildigan bir yo'kkidek bir narsa. Tikilmaga yo'kkidek, rah. Masalan, ehramlik bog'lagan joyda yo'g'iladi-ku. Izar. Ya'ni bu yerda demakchi o'g'ini kindikning ust tarafidan bahrilansa bo'ladi demakchi. Liqaul ibn Umar radhiyallohu anhuma sa'altu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi al-haid. Ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdi ekan. Hezda ayolidan nimalar halol bo'ldi degan chaqda qala ma fawqa al-izar. Izarning ust tarafi, ya'ni belning usti demakchi. Va an Aisha radhiyallohu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني. Hazrat Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shar'iy ahkomlarni elib bizlarga yetkazgan. Aslida Hazrat Aishaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kichik nikohlab elib 9 yoshida billi bo'lib masalan. Mush ayol o'ttirda bo'ldigan bütün ahkamlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganib, yani uy ichida ayol o'ttirda bo'ldigan bütün ahkamlarni o'rganib bizga yetkazish uchun Alloh taolo unda o'rlashtirgan bo'lishi mumkin. Shunga mushunda ahvollarni aniq qilib yetkazib qo'ygan. Qur'oni Karimda Alloh taolo aniq ko'rsatgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izarni taqvolashimni buyurdi. Fayubashiruni izar taqvogandan keyin ondan meni quchoqlaydi. Yubashiruni degan mubashara degan mush teriga tekkanlikni, quchoqlashni ko'rsatgan so'z. Va ana haid, ya'ni men hayzda holatda meni quchoqlaydi. Hazrat Aisha agar mush dinni tuzish ishi bo'lmagan bo'lsa, ayol o'tirdiki bu ishlarni deb jumaydi. Va qala Muhammadun yajtanibu shi'ar ad-dam. Alima yuqurdagi qarash belning yuqurisi halol dedi. Muhammad dedi yajtanibu shi'ar ad-dam. Bash qon chiqqan joydan nertusilan bo'ldi dedi. Shi'ar degan aslida astar degan bo'ldi arab tilida. Kiyimning astarini shi'ar as-sawb deymiz. Ich astari. Shi'ar degan belgi ma'nosini qildi. Shi'ar masalan, shi'ar. Yani mishada shi'ar ad-dam degan qon chiqadigan belgilik o'rin degandek shu parjini ko'rsatdi. Yani parjiga yaqin kelmasa ham boshqa badan halol demakchi.
Şu söz Hazreti Ayşe'den rivayet kılıngan. Şu heyzdalıların aralışışı İslam ümmeti, şu ortahal ümmet boğaçta ve kederike canlakum ümmete vasata. İlgeriki ümmetlerden mesela Yahudiler ayalı heyz kirab qalsa bir yadım yatmaydigan, billa o'tirib mı tamoq yemaydigan, badanini mi tutib qolmaydigan bunda qattiq hukm bor Yahudilarda. Xristianlarda heyzda olsun yaqin keladigan bunda bo'shanlik bordi. Shundan islom shariati o'ttirhalliq sufati bilan billa yatsama bo'ladigan, aralashib o'ttasimi bo'ladigan normal turmush davomlashdi, lekin jima qilish islom shaklida deb o'ttirhal hukm bekitib qo'ygan. Valahu ma sivahu. Davonki shu farjiga yaqin kelmasa, boshqa joylar unga halol debdi. Hozir shu o'rinni belgilashda ya tarlashtirib ya kengroq doirada chekilgan ahvollar bor. Birinchi qarashda kindikning yuqorisi halol dedi. Uning to'yini harom. Muhammad farjilam harom dedi. Bunun delili liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem yasna'ur racul bimra'atil hayd kulla şeyin illa'l cima'. Er kishi heyzda ayoli bilan jimadan boshqa ishni qilsa bo'ldi degan shu rivoyat bo'lg'achqa. Va lahuma ma rawayna lahuma yani Abu Yusuf va İmam Abi Hanifa'ning dalili. Yani hozir bu yerda farq tiz bilan kindik orliqi Abu Yusuf ve İmam Ebu Hanife'nin nazarda haram yanandılar. Eyzalıkta. Bu etrafını bir daire sizet müşterek'e yakın kelmeyen demekçi. Muhammed cima kılmışılan buludu demekçi. وَلَهُمَا مَا رَوَيْنَا Şeyhan'ınki delili Abu Yusuf ve İmam Ebu Hanife iki şeyhinin delili مَا رَوَيْنَا biz rivayet kıygan şu hadisteydi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني diyen aşedis. وقوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وليس ما دونه. İzarının üstlerpe, izarının tüyünü alıl bulmaydı diyen şu rivayet mübah. Ay lahu ay yestemta biha fawqa surrati. Yani bu hadisin mazmunu kindikning üstlerpe bilan huzurlansa buludu. La bima tahtaha tüyünden huzurlansa bulmaydı demek için. Ve fîmâ kâle Muhammedun rat'un havlel hima. Yani Muhammed diyen qaraş rat'un havlel hima. Bu sel xatarlik. Hima diyen çeklengen rayon. Ala ve inna li kulli malikin hima ve himallahi maharimu. Ve men hâme havlel hima yuşeku en yerta'a fîh. Aşağıda gösterilgendek ve himazı çeklengen rayon. Çeklengen rayonun, çeklengen joyning etrafida o'tlash ahvoli ko'rilib qoldi dedi. İşki imam hozir ehtiyot bilan muomala qildi. Yaqinroq berib qolmaslik lozim dedi. Chunki yaqinlashgan ahvolda keyin o'zini tutolmay jimo qilishi mumkin demak. So'zning mazmuni shu. Rat'un degan asli rat'a degan o'tlash, o'ynash, yeb ichish degan ma'noda. Masalan, Sura Yusuf'ta narta' va nal'ab. Undan keyin fayumna'u minhu hadaran min al-wuqu' fihi. Jima qilishdan ehtiyot qilib uni cheklaymiz. Yani tiz bilan mushkindik orliqiga zot yaqin kelmaslik lozim demak. Mishaychi bo'lsinmi? Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. Biz heyizlerinin ahkamlarında. Şimdi 10 günle heyizden en uzun müddete bekleyen bu başka
10 kundan burun hayz to'xtagan bo'lsa juyunmag'icha jimo qilsa bo'lmaydi deydi. Chunki bu aniqanda hayz bo'lg'achqa. Aw yamdiya alayha vaqtu salat. Yoki shu 10 kun ichida to'xtagan bo'lsa-mu, oraliqda bir namoz vaqti o'tgan bo'lsa, ondan juyunmagan holatda bil bo'lsin bo'ldi demoqchi. Masalan, peshin vaqtida hayzdan pok bo'libdi. Juyunmabdi. Juyunmay kelib asr kirgan bo'lsa, mush bir namoz vaqti oraliq o'tgan bo'lgandan keyin bu chaqda jimo qilsa bo'ldi demoqchi. Juyunmasin. وإن انقطع ل10 جاز قبل الغسل. 10 kun o'tgandan keyin to'xtagan bo'lsa, juyunishdan burun bilib bo'lsin bo'ldi. Ba'zi so'zdan qilgan kishilar yoki sovuq joylarda ikki juyunishni bir juyunish qilib o'tishni o'ylashi mumkin. Liqavlihi ta'ala hatta yathurna. Mush oyatninki mush iborasi hatta yathurna degan ibora ikki xil qira'atda o'qilgan. Bit taxfifi va tashdid. Hatta yathurna yoki hatta yattahharna. Ikki xil qira'at bo'lg'achqa biz ashunda tafsili ayirib bayon qildik dedi. فمعنى التخفيف حتى يطهرن deganning ma'nosi hatta yanqati'a hayduha degan bo'ldi. Ezdan to'xtagan qadar degan ma'noda. Fahamalnahu ala al-ashra. Lekin buni 10 kunga berib to'xtasa degan mazmunda tushundik. Va ma'na tashdid yattahharna degan tashdid bilan o'qilgan qira'atning ma'nosi hatta yartasilna. At-tahhara degan yoki tatahhara degan bu takalluf ma'nosi bo'lg'achqa bak pokizlanib ketgan, qattiq pokizlangan bo'lg'achqa hayzdan poklanish, bir pokizlanish, uning ustiga juyunish, yana bir pokizlanish, nihoyat bak pokizlangan bo'ldi demoqchi. Va ma'na tashdid hatta yartasilna. Juyungan qadar deb tafsir qildik buni. Fahmalnahu ala ma dunaha amalan bil qira'atayn. Lekin tashdid o'qilgan qira'atni 10 kundan tuvan kunlarga qaratib tushunsak, taxfif bilan o'qigan qira'atni 10 kundan keyinga tushunsak, bir vaqtda har ikki qira'atga amal qilgan bo'lamiz demoqchi. وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الْعَشْرَةِ لَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ الْحَيْض. Chunki 10 kundan ilgariki ahvolda hayz to'xtab ketdi deb hukm qilib ketmaymiz dedi. Lihtimal aud ad-dam. Chunki xun qayt kelib qolishi mumkin. Qayt kelib qolsa, fa yakunu haydan. Hayz hisoblandi. Fa idza irtasalat. Lekin ash 10 kun ichida hayz to'xtagan bo'lsa, juyunib bo'lsa yoki bir namozning vaqti o'tgan bo'lsa, dakhalat fi hukm at-tahirat. Pak ayollar qatoriga kirib ketadi. Va ma ba'da al-ashrati hakamna binqita' al-hayd. Endi 10 kun o'tgandan keyin biz hayz to'xtab ketdi deb hukm qilyaptik. Li'annaha law ra'at ad-dam la yakun haydan. Chunki 10 kundan keyin 11-12 kunlarda xun kelgan taqdirda hayz hisoblanmaydi. Chunki biz eng yuqori chekini 10 kunda bekitgan. Undan keyingisi istihada bo'ldi. Falihada halawatuha. Undan keyin 10 kundan keyin kelgan ahvolda juyunmasimi bilib bo'ldi demoqchi. Va qala Zufar la yahillu wat'uha hatta taghtasil. Wa in inqata'a li 10 ayyam. 10 kundan keyin 10 kun ichida bo'lsin, albatta ichida deganga Zufar qatildi. 10 kun ichida bo'lsa juyunish lozim deganga Zufar qatildi. Lekin 10 kundan keyin to'xtagan ahvoldami juyunmag'icha yaqin kasb bo'lmaydi debdi. Amalan bi qira'at at-tashdid. Shu yattahharna degan qira'atga amal qilib shunda deb qarabdi. Va javobuhu ma marra. Biz yuqorida bayon qilgan tafsil bayonlar Imom Zufarga raddiya bo'laydi demoqchi. Yani biz hozir taxfif va tashdid xil qira'atga tang amal qilmoqchi. Taxfif qira'atni 10 kunga bo'lmagan kunlarga qaratib, tashdid bilan o'qilgan qira'atni 10 kundan oshganga qaratdik. Amalan bil qira'atayn. Yani birisi 10 kunda ilgariki ahvolda to'liq hayz to'xtab ketdi deb kesib aytolmaymiz, chunki qayta kelib qolishi mumkin. Mushu Zufarga qarata berilgan javob. Qala va aqallu at-tuhri 15 yawma. Hamda poklikninki eng az muddati bir oy ichida bir poklik qildirsak 15 kun deb qaraldi. Hakada ruyan İbrahim an-Nakhai.
İbrahim an-Nakhai'den müşunda rivayet kılıngan. Ve la yu'rafu illa tawqifa. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitip bergen bolsa, bu özünün kallısından diriltilgan iş emas. Öz kallısından bilinmeydigan iş. Undaki çokum İbrahim an-Nakhai sahabeden, sahaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kuvagan hükümken dep qaraymiz. Ve la hadda li ektharihi. Paklıkninki en uzun çeki yok deydi. لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر. Çünkü paklık uzun müddet devam etmesi mümkün. Bunda icma var. Bazı ulemalar paklıkninki uzun çeki yok dep qaraydi. Çünkü bazı ayollar fakat hez görmesi mümkün. Bazılar bir yılda bir qatım hez görüşü mümkün. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا. المستحاضة biz yuqorida bayon qilib o'tdik. Yani hez kunlardan ortiqcha xun kelgan ayol. Banan bihi salasul bawl. Suydikin tutanmaydigan kishilar. Özürlük, suydik tamchilaydigan, tutanmaydigan kishilar. Vantilaqul batn. İntilaqul batn yoki istitlaqul batn deb keladi. Hadisda istitlaqul batn deb kelgan. İç sürüp ketish, ishal. Va infilatur rih. Yelni tutanmaydigan, davomli yel chiqib qolgan kishilar. Va ru'afud daim. Davomli buni qanot bilan turadigan kishilar. Val jurh allazi la yarqa. Qan chiqishi to'xtamaydigan yara bo'lib qolsa deydi. La yarqa ya'ni qani uyumaydigan, to'xtamaydigan demakchi. Yatavaddauna li vaqti kulli salatin. Demak, mushunda uzrli kishilar har namozning vaqti uchun yangidan tahorat oladi. Va yusalluna bihi ma sha'u. Bir namoz vaqti ichida xohlagancha namoz o'qiyasi bo'ladi. Aslida tartilib masalan dastlab ikki yo'lning birisini bir narsa ketgan chaqdlam tarif sunish kerak. Lekin bu uzrlik bo'lg'achqa bu tarif sungan vaqtni shu chaqsunda deb hisoblamay buni namozning vaqti ketgan qadar so'zab namozning vaqti ketgan chaqda shu burun tarif sungan ahvolni endi hisoblaymiz deb kechikib turish ruxsat. لرواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة. مش رواية مستحاضة أيال هر بر نمازن وقت شن برقتم طهارة الدو تبكيجن. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حين قالت له إني أستحيد فلا أطهر. لكن بخاري رواية ده إني أستحاض تبكيجن. من hez günlerim tügenninken mo xun to'xtamay kesel bo'lgan ayol deb fala atur paklanmayman yoki xun to'xtamaydi deb Rasulullohga ahvol aytgan chaqda tavaddoi li vaqti kulli salat degan har namozning vaqti uchun taharatilan demakchi. Ana yuqorqi ikki rivoyat vaqti kulli salat degan rivoyat vaqtini tilga rivoyatlar ojiz. Lekin sayyidisninki tefsiri ya izahatı bulalım. Ve aleyhi yuhmalu kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem el-mustahadatu tatavaddau li kulli salat. Nalki el-mustahada tatavaddau li kulli salat diyen bu sahih rivayet muş rivayetninki ma'nisini tefsirleştin ibaret aciz etsinler desek tatavaddau li kulli salat diyen her bir namazga diyen her bir namazın vaktiga deb izahlasak ma'nosi to'g'ri chiqdi. Annahu yuradu bis salatil vaqtu. Çünkü her bir namazdan maqsad shu namozning vaqti. Qala sallallohu alayhi vasallam aynama adrakatni as-salatu tayammamtu wa sallaytu. Men qayerda vaqtimda namoz vaqti kirib qolsa tayammum qilib namoz o'qiyman degan. Yani adrakatni as-salat degan vaqt salat demakchi deydi. Va yuqalu atika li salati az-zuhr. Peşin namazıga sanqashin kelay deyilib qolsa yani peşin namazının vaqtida kelay deganni bildiribdi. Davom ekan, mashada har bir namozga degan so'z har bir namozning vaqtiga degan bo'ladi deydi. Hozir bu yerda hamda yuqorida al-Muxtorning matnini qarasanglar, yatavaddauna li vaqti kulli salatin va yusalluna bihi ma sha'u farq izib qo'ydi. Yani İmam Şafii rahmetullohi alayhi her bir namazga bir taharat oldu demay, her bir farz namazga bir taharat oldu.
Bunda biz odatda namoz o'qiydigan ishlar bo'lsa, shu vaqtni chiqadigan bo'lsa, tahoratni tushunadi. Hanifiy mazhabda mesela peşimi tartıldık, peşimi okuduk, nafilne sünnet namazını okuduk. Bunun başka burun okuyanmagan namazlarımız olsa kazasını mı, farzının kazasını okuvasak buludu. Yani aşı bir taharat bilen neç farzını okuvasak buldu, kazası boğan olsa. Lekin aşı peşimi başında şiketkenlikken taharatını gaysapta. Yani eserini okuvaklı olmaydı. Ama aşı peşim vaktida şu taharat bilen tüngenki peşimine mesela. Ya bomdat okuyanmagan olsa bomdatına şunda kazasını okuvası buldu demek şey. Şafii mezhepte bir tartilish bilan aş peşimni o'qishga bo'ladi. Nafl o'qishga bo'ladi. Lekin buni o'qiolmay qolgan qazo namozni, farzning qazolari bo'lib qolsa o'qishga bo'lmaydi demoqchi. Shu tarafni aqboplar masalan, yana tartishim ketgan bo'lsin, masalan, ularni tartishini qildi demasmi? Shu namoz o'qiyasizlarmi? Yani bu şu özürlü kişiler, yel to'xtamaydigan, suyuq to'xtamaydigan, qon to'xtamaydigan, yani shunday kişiler bu özürlük o'g'achqa tartilib chiqdi. Chiqib jaymozga kelib bo'lsa bir narsa chiqishi mumkin. Bir narsa chiqib turishi mumkin. Jaymozga keldi, namozni o'qiyverdi. Namoz o'qiyotgan chaqdan bir narsa kelib tursimi o'qiyverdi. Tarsimiga esatdi. Tarti qachon sunudi? Namoz vaqti ketgan chaqda, dastlab bir narsa chiqqan vaqtni ash aql suzab turib, endi hisob qilamiz anida tarsimiga hisoblaymiz. Unda oniken bu yerda hozir mustahhadining hükmüge şu hamma özürlük kişinin kıyas kılınır. Mustahada her bir namazga tartası buludu diyen karşı köpçülük alımının karşı. Bazı alımlar her bir namazga gusül kılış lazım. Yani bazılar her bir namazga gusül kılanmaydı. İki namazın aralığı oluşunda udulap durup, mesela peşin bilen esirinin aralığı olsa, peşin çıkışıya yakın saat mesela 2:30 bilen juyunup, peşin okuasa, 2:40 yaş ötken çağda esir kirgen çağda esirini birle okudu. İki namazı yakınlaştırıp bir juyunudu. İki namazı yakınlaştırıp bir juyunudu. Yani demek bir sotkada 3 katım juyuniş gerek. Bomdatlı bir, peşimde esirgi bir, kutamdan şamı birdi. Onda karayda olmalı. Lekin köpçülük alamlar her bir namazga yanıdan bir tartası buludu deydi. Lekin bular ikkiga bo'linib ketgan. Her bir farzga, farzdan namoz bo'lgan, her bir farzga yanıdan tartaldı deb qarag'anlar İmam Şafii mesela. Peşin farzga bir, asrning farzga bir. Şu tartilan farz namozdan birini o'qidi. Ikkini farzni o'qish bo'lmaydi. Qazo farz bo'lsin yoki keyin kelgan farz bo'lsin deydi. Mesela İmam Nevavi rahmetullah aleyhi El-Mecmu' degan kitobida مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤدات كانت أو مقضية. وقت الأداء قلنغان فرز olsun, وقت ötep ketken فرز olsun, bir taharet bilen fakat bir farzla mukalaydı. Elbette onun koşar nafil okusu buludur. Hanefi mezhepteki okşaş. Lekin Hanefi mezheptekiler ya köpçülük alimler her bir namazdan vaktiga bir katım tartasa şu vaqt ishida xalqancha farz namozlar, bir qancha farz namozlar olsa, hammani o'qitadi. Ya'ni birisi shu vaqtning farzi, qolgani burun o'qiyolmay qolgan farz namozlar. Hammani shu vaqt ichida o'quvasi bo'ldi. Ya'ni buning tarti shu bir namoz vaqtiga bog'liq demakchi. Bu İmam Abu Hanifa qatorliq jumhur olimlarning qarashi. Qala sallallohu alayhi vasallam أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ويقال آتيك لصلاة الظهر أي لوقتها. أنا مش حديثلerdeki hagen لكل صلاة جنة لوقت كل صلاة düşünmez demek için bir mezhep. Bundan için yani sahih hadiske dayandık deydi. قال وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم. Şu namaz vakti şunda çıkışı bilallam tartısını ketken buldu. Otomatik sunuldu. Özlükeden. فَيَتَوَضَّعُونَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى. Lakin yani bir namaz vaktiga yani bir taharet alırdı. لِمَا رَوَيْنَا. Yukarıda biz rivayet kılgan hadislerge asasen. تَتَوَضَّعُوا لِكُلِّ صَلَاةٍ يَكْلِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ diye rivayet asasen. وَطَهَارَةُ الْمَعْذُورِ تَنْتَقِدُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. Ma'zur dediğimiz yukarı kişiler. Mustahada, men bihi selesil baul, الرعاف الدائم diyorlar.
bularning tarixi shu vaqtning shunda chiqishi bilan tushunib ketadi debdi Abu Hanifa bilan Muhammad, ya'ni at-tarafan. Va endi Zufar bid-dukhul. Imom Zufar debdi, ash namozning vaqti chiqishi bilan emas, yangi namozning vaqti kirishi bilan ondan tushunib ketadi debdi. Chiqishning o'rtada ozroq farq bor. Va endi Abu Yusuf be'yima kan chiqishi bilanmi, yangi namozning kirishi bilanmi shuni yurdi. Albatta yangi namozning kirishi bilan burungi namozning vaqti chiqib ketgan bo'ladi. Ba'zi namozlar oraliqda biroz vaqt bor. Masalan, bomdod bilan peshim oralig'ida chashka namozining vaqti bor masalan. Shundaroq esa olsa oraliq bor. Va samaratul xilafi fi mas'alatayn. Mana bu yerga qarash o'xshamasligining natijasi ikki masalada namoyon bo'ladi. Iza tawadda'a lis-subhi thumma tala'at ash-shams. Bomdodga tarat olsa, uningdan keyin kun chiqdi. وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى kun chiqqandan keyin hayit namoziga yoki chashgoh namoziga tartag'an bo'lsa, summa dakhala vaqtu zuhr, ondan peshim vaqti kirgan bo'lsa, undan keyin kun chiqqandan keyin bomdodning vaqti chiqdi deymiz. Lekin peshim vaqti kirmadi. Undan keyin imom bilan Muhammadning nazarida bomdod tartilib kun chiqqan bo'lsa, bomdodning vaqti chiqdi, undan tartsunni deymiz. Yana hayit namoziga tartag'an bo'lsa, yoki chashka namozi sunnat namoz, hayit namozini vojib namoz deb qaraydi. Mushuni tartag'an bo'lsa, undan keyin peshim vaqti kirgan bo'lsa, fa indahuma yantaqidu fil ula lil khuruj. Imom bilan Muhammadning qarashida bomdod tartilib kun chiqib qolgan bo'lsa, bomdodning vaqti ketgan bo'lg'achqa tartib sunudi. ولا ينتقد في الثانية لعدمه. İkinci meselede kun chiqqandan keyin hayit namozi yashashga tartag'an ahvolda undan keyin peshimning vaqti kirgan bo'lsa sunmaydi. Nima uchun? Hozir bu xuddi ash peshimga tartag'andek. ولا ينتقد في الثانية لعدمه. Yani bu namozning vaqti taqchi ketmagan hisobda bo'lg'achqa deydi. Bu xuddi balki peshimga tartag'andek hisoblanadi. Va endi Zufarın bil-aks. İmam Zufarning nazarida bu yana bir namozning kirishi bilan tarsunut degan bo'lg'achqa, birinchi masalada peshin namozining vaqti kirmagan bo'lg'achqa, ikkinchi masalada yana bir namozning, ya'ni asrning vaqti kirmagan bo'lg'achqa sunmaydi demoqchi ekan. Va endi Abu Yusuf'a yantaqidu fihima. Abu Yusufning qarashida har ikkili ahvolda sunudi demoqchi. Ikkisimi vaqti kirishimi sunudi degan. لأنها طهارة مع المنافي. Çünkü bu taharatga zid kelgan bir narsa bilan bo'lgan taharat. Ya'ni taharatsizlik bu. Hadas demakchi. Munafi degan taharatga zid kelgan bir narsa qilib turganlik. Bir narsa qilib turganlik taharatga taqshilgan narsadir. Shunda turuqliq bir taharat bor dedik. Undan keyin faytaqaddar bil vaqt. Vaqt bilan mo'ljallanadi. Fala tu'tabaru qablahu va la ba'dahu. Bundan keyin shu vaqtdan ilgirimi hisoblamaymiz, shu vaqtdan keyinmi hisoblaymiz. Yani shu vaqt ichida peshim bilan asr oraliq desak, shu vaqt ichida tarat bor, shunda munafi bo'lib tursimi, bir narsa qilib tursimi tarat bor deymiz. Lekin undan ilgirimi hisob emas, undan keyinmi hisob emas demoqchi. Wali Zufar annaha law lam tabtul bid-dukhul lazadat ala vaqti salat. Zufarning dalili bunda bir dalilki. Bir namozning vaqti kirish bilan bu tarat sunmadan bo'lib qolsa, bu chaqda bir namozning vaqtidan ortiq davomlashgan tarat bo'lib qoldi deydi. Va innahu xilafun nas. Bu hadisning aniq ko'rsatmasiga xilof. Li vaqt salat degan bir namozning vaqti deb ko'rsatsa, hozir sizning qarashingiz bo'yicha desak, bir namozning vaqtidan ortiq tarat davomlashgan bo'ldi. Va lahuma annaha tathbutu lil-haja. İmam Abu Hanifa bilan Imom Muhammadning dalili bu yerda bir ehtiyoj bo'lg'achqa shunda ruxsat qilingan. Va xurujul vaqti dalilu zawalil haja. Namozning vaqtining chiqayotganligi ehtiyojdan yo'qolganligining dalili. Namozning vaqti chiqayotgandan keyin namoz o'qish degan gap yo'q bu yerda. Bu ehtiyojdan yo'qolganligining dalili. والدخول دليل الوجود يعني وجوب والدخول دليل الوجوب
Bizimkide vücud deb yozib qo'yibdi. Boshqa kitobda vujub bo'lishi kerak. Va dukhulu dalilul vujubi. Namozning vaqtining kirishi, ay namozning farz bo'lganligining dalili. Fata'alluqul intiqadi bil khuruji awla. Undan keyin taratning sunishining ay namozning vaqtining chiqishiga chetlik qilishi muvofiqroq edi. Va qawlu Zufar, Imom Zufarga raddiya bergan bo'lsak, yalzamuhu mithluhu. Ana manda boshqa ahvoldimi shunda deyish kerak deydi. Ya'ni bu ahvolda menda deb qardingiz, lekin shunga o'xshagan boshqa ahvoldimi siz menda deyishingiz kerakdi, unda demidingiz, undan keyin sizning gapingiz hozir bir qilishmoq bo'ldi deb raddiya berdi. Fima idza tawadda qabla tulu shams. Kun chiqishdan burun hayit namozni tarat opdi. Balki keyin anda hayit namozi vaqti kirdi. Bu chaqda asl buning tarixi sunishi lozim. Lekin Zufar sunmaydi deb turgan ahvol bor ekan. Undan keyin sunmaydi desangiz, hadis ko'rsatmasiga asosan bir namozning vaqtidan yani ortiq davomlashgan bo'ldi-ku. Nima uchun bu yerda unda demaysiz deb raddiya beribdi. Va qawluhuma intaqada wudu'uhum bi khurujil vaqt. Yani İmam Abu Hanifa bilan Muhammadninki ularning tarixi vaqtning chiqishi bilan sunib ketadi degani, ya'ni indahu. Namozning vaqti ketgan chaqda dedi indahu, ha? Namozning vaqti ketgan chaqda. Lakin bil hadath as-sabiq. Lekin namozning vaqti ketgan chaqda nim bilan sunib ketmish tarix desa, namozning chiqishi bilan emas, tarix bo'lgandan keyin dastlab ketgan bir narsa bilan sunday. Lekin biz oxir tartgan bo'ldik. Masalan, peshinga tartilib 10 minutdan keyin bir narsa ketgan bo'lsa, bu namoz o'qiyveradi shu tarix bilan. Asr vaqt kirgan chaqda tarixni sunday dedik. Lekin mustarif sunday deyishda, nim bilan sunday deymiz, shu peshinga tartilib 10 minutdan keyin dastlab qilib chiqqan narsa bilan sunday deymiz. Fa inna as-salata ma'ad-dam ruxsa. Chunki shunda qon va shunga o'xshagan narsa chiqayotgan holatda namoz o'qish bir ruxsatdan iborat. Lianna al-wudu'a la yarfa'u hadathan wujida ba'dahu. Chunki mushtaharat undan keyin kelgan tarixsizlikni yo'qotmaydi. Burungi tarixsizlikni yo'qotalaydi. Lekin keyin kelgan tarixsizlikni yo'qotmaydi. Undan keyin namozning vaqti chiqayotgan chaqda tarix olgandan keyingi dastlab qilib badandan chiqqan narsa shu tarixni sundiradi deymiz. Qala wal ma'zur. Endi uzrlik kishi degan keyin bu yerda bir qoida bekitdi bular. Mustahadalam emas, mustahadiga o'xshagan uzrlik kishilarning hammasiga biz shunda hukm bekitib beramiz deganda. Endi uzrlik kishi degan keyin esa vallazi la yamdi alayhi vaqtu salatin illa wal hadathu allazi ibtuliya bihi mavjudun. Uzrlik kishi degan bir namoz vaqti o'tsalam shu namozning vaqti ichida cho'qim shu mubtalo bo'lgan shu ta'sir ketgan ahvollar cho'qim bo'lib turgan kishi. Hatto lavun qata'addamu vaqtan kamilan. Shunga shu bir namoz vaqtida faqat hech nima kelmasa, ta'sir ketgan hech narsa kelmasa, bir narsa iqtumasa, kharaja min ayyakuna sahiba udrin min vaqtil inqita'. Shu narsa to'xtab ketgan, shu chaqdan tortib bu uzrlik kishining hukmidan chiqib normal kishiga aylanib ketadi deydi. Masalan, davomli bir narsa qilgan kishi peshin namoziga kelgan chaqda bir narsa butun to'xtab, saqib qolibdi bu ahvol. Peshin bilan asrning orlig'ida saqib qolgan bo'lsa, peshin bilan asrning orlig'ida yoki namoz shama qadar davomlashsa, bu uzrlik kishi bo'lmay, odat normal kishiga aylanadi. Qala wa idza zada ad-damu 'ala al-'ashrati wa laha 'adatun. Ana bir ayolningki ya 7 kun, ya 6 kun, ya 5 kun deb hech qilgan bir kunlari bor, odati bor. Har oyda shunday ko'rish mumkin. Lekin mushu bir qatam 10 kundan ortiq davomlashib ketdi. 8-kuni keldi, 9-kuni, 10-kuni, 11-kuni keldi masalan. Fazzaidu ala adatiha istihada. Undan keyin 7 kun deb odati bo'lgan bo'lsa, 7 kundan eshib ketgani hammasi istihada bo'ladi. Undan keyin 7 kundan 11 kunlik 3 kun, 4 kun vaqt istihada hukmida bo'ldi. Yana ziyadatu ala al-ashrati ulima kawnuha mustahada. Chunki 10 kunda eshib ketgandikilam bu istihada ekan deb ma'lum bo'ldi. Chunki hech 10 kundan ortiq bo'lmaydi.
faturaddu ila ayyami aqra'iha. Undan ekan bu ayolning shu her ayda qiraatqan odat kuniga qaytarib o'tamiz. Ya'ni 7 kun bo'lgan bo'lsa 7 kun qaytarib o'tamiz. 8, 9, 10, 11 bu kunlar istihad hukmida deb. Undan ekan shu chog'da bu odatda to'xtamay deb namoz o'qimagan bo'lsa, shu chog'dagi namozlarning qazosini qiladi. Ro'zasini qazosini qildi. Faturaddu ila ayyami aqra'iha. قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك. هذه كلرمزدا نمازنا أقما ثم توضئي وصلي. Andın هذه كله تبكت كنيك البته جنوب her bir namazı tartilip namazı okumamış. قال وإذا بلغت مستحاضة balagat mustahada degan shu qiz tunji ezko'ga vaqtida bo'yga yetgan bo'lg'achqa hez tunji qilib kelgan vaqtida hez ketdi, uningkin istihada davomlashibdi, birga ketdi. Fahayduha 10 min kulli shahr. Undan buni qanday hisoblaymiz desa 11 kun 13 kun bunda biraqlam kelgan bo'lsa tunji qatam 10 kuni hezga tava لأنها مدة صالحة للحيض. çünkü heyizne en yukarı çeki 10 gün diyen. Daha 10 gün ne heyizi savsak bulu doğru. فلا تخرج بالشك. Ondan iken bu heyizden şek bilen çıkartmaydı. Yani 10 gün keskin. İnik bir istihadı da ayrılganın bulmanken bu ihtimallıkla çıkartmaydı. وَالْبَاقِ اسْتَحَادَةٌ. Kapkağını istihadı hesap lima taqaddam. Yukarıda eyzna en yukarı çeki 10 gün onun da eşit kalsa istihada diyen boğaçka. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النفاس الدم الخارج عقيب الولادة. Nifas yani bala törelme kusaklık çağda hemriye arkalık gızanıp durdu. Bala tuğulgandan keyin bu yeydiğen gızaları ve kezalar şu kan ve şunun okşaş bir narsalar çıkışı mümkün. Ondan ki bu tuğulgandan keyin çıkılgan kanını biz nefas deyimiz. Nefas yani tenaffese yani nufise diyendin maslar olap heyd mi maslar boğan diken bu maslar bile atılıptı. Nefaslar yani nufese deyimiz. Aqibal vilada tuğup boğanı killam deydi. لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم. Çünkü bu qaysi sözden türünüp kelgan desa baliyatqo qon chiqarib nafaslandi degandek bunda bir arabcha iboradan kelgan. Aw min xurujin nafsi yoki ashun bir jonning bir nafsninki qo'saqdan chiqishidan kelgan bo'lishi mumkin. Wa huwa al-walad aw ad-dam. An-nafs mishada ajbala. Bala yoki qon. Wal kullu mawjud. Har ikkisi shu chal chiqadi. Qala wa la hadda li aqallihi. Bu nifasninki eng to'n muddatining cheki yo'q. Balki hech nima chiqmasligi mumkin. Bu to'n muddatining cheki yo'q deganda ijmo ulamolarda. Hamma ittifoq. Ammo wa aktharuhu 40 yawma adada. Eng uzun muddati 40 kun. Yani bu uzun muddatni bekitishda ixtilof bor ulamoning o'tirdi. Hanafi mazhabda 40 kun degan qarashni tanladi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam taq'udu an-nufasa'u 40 yawman illa an tara tuhran qabla dalik. Mush hadisga asosan. Nifaslar ayol 40 kun saqlab o'tirdi. Yani namoz o'qimay, ro'za tutmay, bilib bo'lmay o'tirdi demak. Illa an tara tuhran qabla dalik. Faqat lam 40 kundan burun saqib qolsa, bu chaqda undan qildiğaşını kılalaydı. Yani yukarıda ve ekteruhu 40 yevme deb koydu. Aslında İmam Şafii rahmetullahi aleyhi ekteruhu 40 deyince makul gelmeydi. Davulga şekfa deb yazıp koyuşı lazımdı. İmam Şafii ve İmam Malik'lerin mazhabında 60 gün deb kuraydı. Yani şu ulemanın oturda
nifasninki eng uzun muddati qanchalik bo'ldi degan masalada ixtiloflar. Hanbali mazhab bilan Hanafi mazhab 40 kun deb bekitgan. Maliki mazhab bilan Shafi'i mazhab 60 kun deb bekitgan. Yani ba'zi ulamolar bunun cheki yo'q deb qaragan. 70 kun bo'lishi mumkin, 80 kun davom etishi mumkindir. Lekin hamda hozirgi doktorlik sohasidagilarning tibbiy tadqiqotlarga qarasak, shu ushli qarash ham to'g'ri ekan. Yani shu bolayotganki asli kirish uchun 40 kun o'tishi lozim yoki qon to'xtaydigan ham shu 40 kun. Bütün asli kirish uchun 60 kun ketadi. Yani bazı ahvollarda ayolning ba'zi bir nimasi qarab, undan ortiq so'zlab ketishi mumkindir. Ularning shu tibbiy sodiqlarningki qarashi, shu fuqaroning qarashi bilan yana o'xshash chiqadi. Qaddara al-akthara va lam yuqaddir al-aqalla. Mush hadisda eng uzun davomlashgan chekini bekitib qo'ydi deydi. 40 kun. Lekin eng az muddatni bekitmadi. Bekitmagandan keyin biz eng az muddati yo'q, balki faqat ko'maslik mumkin deymiz. Lekin 40 kun degan bo'yicha biz 40 kun deb bekitdik. Endi o'sha 40 kun deb bekitish kelgan hadislarda asl ojizlik bo'lsa-mu, lekin sahoba ikramlardan 40 kun deb kelgan rivoyatlar ko'p bo'yicha 40 kun deb bekitishga jalliq dalil bo'ladi. Walau kana lahu haddun laqaddarahu. Eng az bo'lgan muddatiningki bir cheki bo'lgan bo'lsa, lista bekitib qo'ygan bo'ladi. Yawmun va layla degandek masalan bekitgan bo'ladi, lekin bekitmadi. Wa li'anna khuruj al-waladi dalilu khuruj ad-dam min ar-rahim. Yana qo'shimcha dalil, ay balaning chiqqanligi, balayotqudan qonning chiqqanligining isboti deydi. Fastug'ni an at-taqdir. Undan keyin uni manchilik deb bekitishga hojat yo'q deb qaradi. Yani cho'qim bir narsa chiqdi. Balayotqudan chiqqan ekan, cho'qim uni bilan billa azdir ko'pdir shu qon va kaza bir narsa chiqish kerak. Undan keyin buni mo'lchallab manchilik demadi. Wala dalila fil hayd. Lekin hayzda unda bir dalil yo'q. O hayz bilan birga chiqqan bola yo'q. Fahtajna ila at-taqdir. O birga chiqqan bola bo'lmagan ekan, biz aynan mo'lchallashga muhtoj bo'lgan. Liyustadalla bidawamihi ala annahu min ar-rahim. Mo'lchallab mushu 3 kun ichida davomlashsa, bu balayotqudan kelgan qonkan deb bilishimiz uchun muddat bekitgan to'q. قال وإذا جاوز الدم 40 hamda to'tdan keyingi qon nifasini 40 kundan ishib kesishi to'xtamay kelaveribdi. Valaha adatun. Halbuki bu ayolninki har qatim tuqqan vaqtida 30 kun masalan 30 kun nifas ko'rdigan odati bor ekan. 30 kun nifas ko'rdigan odati bor bir ayol bu qatim tuqqan vaqtida 40 kun mu bo'lib ketdi, kun to'xtamabdi. Qanday hisoblaymiz? Fazailatu alayha istihada. Zaid alayha degan zaid alal ada. Odatidan oshqini istihada hisoblandi. Va illam yakun laha adatun. Unda bir odat yo'q. Tunji tug'ti yoki. Unda bo'lib qolsa 40 kunni nifas hisoblab, undan oshqini istihada hisoblaymiz. Va qad bayyanahu fil hayd. Hezmu shunda bayon qilgan. قال والنفاس في التوأمين عقيب الأول. qo'shgizak tug'ib qolgan ahvolda nifas qachondan tortib boshlandi desa, birinchi bola tug'ilib bo'lgandan keyin nifas boshlangan bo'ldi. وقال محمد بن زفر, Muhammad bilan Zufar ikkalan ikkinchi bola tushib bo'lgandan keyin ondan nifas boshlangan bo'ldi debdi. Hozir ana bu yerda birinchi qarash والنفاس في التوأمين عقيب الأول ديان إمام أبو حنيفة ولن أبو إشكال من قرشه قول الشيخين. أما إشكال قراش محمد ولن زفر من قرشه. فلو كان بين الولادتين أقل من 6 أشهر فلا نفاس لها. ما كان هذا مش السوس برنج قراش أساسا ديلوت. برنج قراش تا والنفاس في التوأمين عقيب الأول ديان. وعقيب الأخير دينجي أولاب ديبسي خطاش خدو. عقيب الأول ديان قرش أساسا فلو كان بين الولادتين شكي بلنا
tug'ishning oralig'ida aqallu min 6 ashhur 6 oydan kam muddat bo'lsa, masalan birisini tug'ib, bir oydan keyin yana birisini tug'ibdi. Ya 15 kundan keyin birisini tug'ibdi. Fala nifasa laha. Bo'lishi mumkin. Chunki Hazrat Hasan va Husaynni ikkalarining birisini tug'ib olib, bir kundan keyin birisini tuqqan degandek rivoyat bor. Mumkin. Yani bu adir ma'noda en yuqori chekini deb qo'yadi. Ehtimol qo'yadi. Lekin bu 4 oy 5 oy so'zlab ketmasligi mumkin. Bir necha kun ilgari keyin bo'lishi mumkin. Fala nifasa laha min ath-thani. Bundan birinchi bolasini tug'ib, bir necha oy qadar vaqt o'tib ketib, ikkinchisini tuqqan bo'lsa, ikkinchisidan nifaslar bo'lmaydi dedi. Chunki aralıqda 40 kun o'tib bo'ldi-ku. 40 kun o'tib bo'lgandan keyin 40 kun nifas hisoblandi. Ikki bola bir qo'saqdan chiqqan. Bir qatimda homildor bo'lgan bola, undan keyin birinchisidan nifaslar bo'lib, nifas ko'rib bo'lgandan keyin ikkinchisi tug'ilib, bunun bilan birga biznes chiqsin, nifaslar olmaydi demoqchi. Bu Abu Hanifa va Abu Yusuf ikkalarining qarashi. Va inda Muhammadin ma baynahuma istihada. Yani İmam Muhammed ikkinchisi tug'ilgandan keyin nifas boshlandi degan bo'lg'achqa, birinchisi tug'ilib, ikkinchisi tug'ilish qadar bo'lgan oraliq, masalan 2 oy bo'lsin, 40 kun bo'lsin, shu oraliqdikisini istihada deb hisoblaymiz. Ikkinchisi tug'ilgandan keyin nifas boshlandi deb. Va nifasu nathani. Bundan keyin masalan bu ikki qarashdan hozir farqni o'tirib chiqqan bo'ldi. Masalan, bir ayolning nifas odati 20 kun bo'lsa, har qatimda tuqqan chog'da 20 kun nifas ko'rgan bir ayol bor ekan deylar. Qo'shkizak tug'ibdi. Birinchi bolasini tuqqandan keyin 20 kun xun kepti. Ana ikkinchi bolasini tug'ibdi, ikkinchi bolasini tuqqandan keyin 21 kun xun kepti. Masalan, Zalika Abu Hanifa bilan Abu Yusuf qanday qaraydi? Ay dastlabki bola tug'ilgandan keyingi 20 kun nifas. İkincisinden keyingi kelgan 21 kunlik xun istihad oldu deb qaraydi. Yani Muhammed qanday qaraydi? Mushuning aksi. Birinchida ikkinchisi oraliqda istihada, ikkinchisidan keyingi 21 kun nifas. Lahu لمحمد والزفر ديش كده كسلم شده أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج والمانعية من الصوم والصلاة والوطء. نفاس لن هيز مش مثلا هم مستا أخشش ناسبه من حيث المخرج خدغان جاي مخشش روزدن مو تصاب قلشتا نمازدن واجمادن تصاب قلشتا أخشش. والحيض لا يوجد من الحامل عند هيزغان همدر أيضا بميته. الحيض لا يوجد من الحامل فكذا النفاس لا يوجد من الحامل. همدر أيضا إز كم ميدو ديان بوانكن همدر أيضا نفاس كم ميدو. نالكن بو أيضا برن توقبلات إشكنستا خسقد باتوسا. قنداولاب خسقد با أيضا كيلوات قن خدنا بز نفاس دايماز دمش. ولهما للشيخان ما ذكرناه من حد النفاس. بولا نفاسني تعرف ديgan vaqtida hadd degan ta'rifi. Nifas yana nima desak, bola tug'ilgandan keyin chiqqan qon deb ta'riflagan to'p. Shu nifasning ta'rifida bayon qilgan ta'rif shu bizning dalilimiz. Vaqad wujida. Vaqad wujida degan shu ad-dammu aqibal wilada buldum mu munosib bo'ldi. Birinchi bola tug'ilibdi, og'zidan qon keldi. Undan keyin nifas bo'lankan mu'mindikan bo'ldikan. Bixilaf al-hayd, lekin hayd bundan o'xshamaydi. Yani Muhammad va Zufar haydga qiyos qildi, qiyos mal farq demakchi. Bixilaf al-hayd lama zakarna. Biz hayd tug'uliq bayon qilgan ahvolga asosan bu nifas haydga o'xshamaydi. Hayd deganda annahu yansaddu famur rahimi bil hamli. Heyzda mesela hamilda heyz ko'maydi degan masalada biz shu qo'saqdagi bola yotqining og'zini etib turgan bo'g'achqa heyz ko'maydi degan to'q.
Lekin nipasda bir bola chiqadi, uni to'sadigan ahvol yo'q. Hech bo'lmasa shu bola bilan birga qaytarib chiqilishi mumkin. Wal iddatu tanqadi bil akhir ijma'an. Endi iddat masalasini qanday hal qilamiz? Asli hech ko'rganlarning iddati salatatu quru. Şey kirib saqalgandan keyin iddat tugdi. Eri o'lib ketgandan 4 oy mumkin. Hech ko'maydiganlarning yoki yashim qolganlikdan 3 oy. Va ulatul ahmal hamildar ayollarning talaq degan holda buning iddati wadul hamd dedik. Shu bilan tug'ish bilan iddati to'shqan bo'ldi. Esa talaq qilinib 2 kundan keyin tug'sa, bu ayol erdan to'liq ajrab ketdi. 3-cü günü ertegelaydi. Yani bu qo'shkizak tuqqan ayolning iddati qachon to'shidi degan masalaga kelsak, tanqadi bil akhir ijma'an. Ikkinchisini tug'ib bo'lgandan keyin hammaylar bu iddatdan chiqib bo'ldi deydi. Li'annahu mu'allaqun bi wad'il haml. Chunki bu ash qo'sqidagi balani tug'ib bo'lishiga qarashliqdi. Fayatanavul jami'. Undan keyin qo'saqdagi balani hammasini tug'ib bo'lsa, andin iddati to'shdi deymiz. Lekin birisini tug'ib, birisi qolib qolsa, iddati to'shmagan bo'ladi demoqchi ekan. Fayatanavul jami' wa hiya hamilun ba'da al-awwal. Undan keyin bu ayol taxi birisini tug'ib bo'lgan bo'lsa-mu, yana birisi qo'sqini bo'lg'achqa, yana hamildor holatda edi. قال والسقط الذي زيرودان bo'lish kerak. السقط والسقط الذي استبان بعد خلقه bedeni azroq shakllangan bir surat kirgan yoki ma beshi ma quli debda ayrılgan bir törelme bo'lib qolsa, bu tushib ketsa, siq degan taxi to'liq yoritilib bo'lmay tushib ketgan bola. Beden qurilishining bir shaklga kirgan beden qurilishi, bedenin bir shakl olgan bir törelme tushib ketib qolsa, valadun, buni biz xuddi tug'ilgan boladek qaraymiz. Fatasiru bihi nufasa. Undan keyin bola tushib ketgan ayol shunda bir qo'li beshi degandek bir shaklga kirgan holatda bo'lib qolsa, shunda bir törelmeni tushirayotgan ayol tushirayotgan chog'dan tortib nifaslar hisoblandi. Va tanqadi bihi al-idda. Shuning bilan iddati to'shab ketadi. Va tasiru al-amatu bihi ummu walad. Bir dedak bo'lib qolsa, bu dedak o'zining xo'jayinidan bir farzand tug'ib bergan bo'lsa, xo'jayin buni e'tirof qilgan bo'lsa, bu ayol ummu walad degan hukm oladi. Bu ayol odatdagi qul emas. Xo'jayindan farzand ko'rgan ayoldir. Yani bunda ataşta bu dedikini xo'jayini satanmaydi. Bu o'zi tuqqan bola xo'jayini shu hur odamning bolasi bo'lg'achqa, bu ayol hurlikka ilinishdadir. Hurlikning bir misli tutib olgan bo'ldi. Yani bu qulluqqa hargiz qaytmaydi. Chunki buning o'g'li hur. O'g'lining dadasi hur bo'lgan ekan, hurlikka qaramadi. Bunu satanmaydı, aşında turdu. Qachoniki ash xo'jayini o'lib ketib qolsa, bu ayol hur o'lib ketadi. Ummu o'lib degan shu. Bu qul aşında bir balni tushirib qolsa, azroq shakllangan balni tushirib qolsa, bu chog'da asli bu qara dedak bo'lgan ekan, xo'jayindan qo'saq ko'tarib aşında bir shakllangan bir balni tushirayotgan ekan, bu qul ummu o'lib ketadi. Navniken bunu satqılınmaydı. Kim xo'jayini o'lib ketib qolsa, hur bo'lib ketadi. Wa yanzilu ash-shartu al-mu'allaqu bi maji'i al-waladi akhdan bil ihtiyat. Ash-shartu al-mu'allaq mesela bir qasam qilib yoki bir talab qilib, yani nazr qilgan bo'lsa, mesela shu bola tug'ilib qolsa, mandaq deb, ya mandaq qilaman deb nazr qilgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, qasam qilgan bo'lsa, shart qilgan ishi bo'ladi demoqchi. Masalan, nazr qilgan bo'lsa, mush bola tug'ilib qolsa, men 3 kun ro'za tutaman,
yoki men ko'rsatib berma degan bo'lsa nazr urdi. Shu bola normal tug'ilgan bo'lsa qanaqa qildi? Shuni qilish kerak. Nazr vojib bo'ldi. Hamda bu bola unda tug'ilmay, yerim yo'lda shunda azroq shakilchiganlik uchun chiqib qolsa-mu, bola tug'ilgan bilan o'xshash shu nazrni ado qilish lozim. Yana mushbalni tug'san sen taloq degan bo'lsa, shu bolani tushirayotgan ahvolda davlat tushib ketsa-mu, bu elni pastar ulab el taloqlik qiladi demakchi. Oxirdan bil ehtiyot yo'lini tutganlik jihatdan shunda deymiz demakchi. Chunki bu yerda bir ehtimollik bor. Bu bola ko'rolmay yoki bir bola bo'lmay, boshqa bir shunda bir pochqon yoki bir narsa bo'lishi mumkin. Edam emas. Ayda bir qon yoki bir narsa bo'lishi mumkin. Yana bir ehtimol bola bo'lishi mumkin. Bundan biz ehtiyot qilib, shu bolaning hukmini oladi dedik deydi. Müşayikçi olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etûbü ileyk. Nifasını anlatayım başında. Eğer tuğut jarayonida namazga vaqt kirib qolamiz, qattiq qiynalib ketganlik namoz o'qiyamiz, tuğutning keyin qazosini qilamiz. Tuğut bo'lishga qadar, bola chiqqanga qadar namozning vaqti kirib o'qigan bo'lsa, qazosini qilish kerak. Tuğut vaqtida tug'ut vaqtida bo'lsa-mu, bola tug'ilishdan ilgirki holatda o'tab ketgan namoz bo'lsa, qazosini qiladi. Chunki nifosning hukmi bola tug'ilgandan keyin boshlanadi. Mesela bir paç go'sht, uyul bir qon, bo'lsa u bolaning hukmini olmaydi. Nifos kirmaydi. Bu chog'da külür olup kalsa hezda hesabı buluş gerek. Bulmasa istihabe hükmüne erişim mümkün. Mesela kutlam namazı vaktidir, hezda okulir. Keyin kadime kutlam namazı vakti sakayan olsa, aldan kadime kutlam namazı vakti namazı vaktida hez başlanmış ama bundan keyin namaz vakti kirgandan keyin yo'q shu namoz vaqti ichida hech ko'rganki xutonni o'qimishim bo'ldi. Xutonni burun, hozir xutton namoz ketgandan keyin boshlangan bo'lsa, xutonni o'qish kerak. Chunki namoz dastlabki vaqtida o'qish emas. Afzal, lekin o'rta vaqtida, keyingi vaqtda o'qish bo'lgan ekan. Lekin bu masalada ba'zi fuqarolar xuttonning qazosini qildi deb qaraydi. Yani tecrübe evvelil vaqt deb qaraydi. Dastlabki vaqtida ham gadinga farz o'qildi deb qaraydi. Juyulmay turib namoz o'qish bo'lmaydi. Endi ya juyulish yoki bir namozning vaqti o'tishdi, bir namozning vaqti o'tib, yana bir namoz kirib qolsa, uni namozni o'qiydi. Qazonsa Yok. İnın qatadam ol aqalla 10 ayyamla mevzuat va hatta tasawwur yamdi alaya vaqtida. Bu hozir namozdan emas, billi bo'lishdan emas. Nodiki namozni junub o'qish lozim. Yo'q. Ma'vo hozir jimoada kelgan hukm. Shunlar mevzuat o hadida. Namoz o'qishdan emas. Namoz o'qish uchun zot junish lozim. Saqaygandan çok juyunib namoz o'qish lozim. Saqaygandan ya juyunmay ya namoz o'qimay o'tkazsa, xuddi saqadan shu namoz o'qimay o'tkazayotgan bilan o'xshash. Endi qolgan namozlarimiz bo'lsa, qancha o'tib ketganligi namoz o'qilsa bo'ladimi yo yo'q, shu ko'ngil xotirjam bo'lgan qadar qazosini qilamiz. Masalan, burun 5 namozni o'qiyam, peshinning 5 peshinni o'qiyammidim. Ya 5-6 ya 1-2 gün o'qiyammidim deb o'shanda bir mo'lchallasa, shu ko'ngil xotirjam bo'lgan qadar 5-6 ni o'qitib andan to'g'risi bo'ldi. Burun qilmasdan ya 2 yil o'qiyammadim, 3 yil o'qiyammidim, shunchalik necha yil o'qiyammidim desa, ulamo shu ko'ngil xotirjam bo'lgan qadar qazosini o'qiydi. Har bir farz namoz o'qigan chog'da, peshin o'qigan chog'da 1 ya 2 qatim qo'shib o'qisa, o'qiy olgancha
asr vaqtida asrni o'qisa, sham vaqtida shamni o'qisa, shunda qazo qilib mangsa qulayroq bo'lishi mumkin. Farzni o'qiymiz. Sunnatni qazo qilsin bo'ladi. Lekin qayni farz namozni jiq-jiqilib qolgan ahvolda hozir bizga siz saqt qilish uchun farzni burun ado qilish lozim. Farzni masalan uni batırıp biz bir farzni qazo qilib, yani bir farzning o'rniga bir sunnatni qazosini qilmasak, u chaqda muhimini qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Shunga qazo qilish fursat bo'lsa, farzni tutilib, buningdagi vaqt olsa sunnatni qazo qilish. Odat sunnatni qazo qilish bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdul Qays qabilalarining o'maklari kelgan chaqda kishining shirkatini o'qiyolmay qilib, shuni kutib olaman deb, keyin asrdan keyin qazosini qilgan. Yo'q, chunki sunnat namoz bu farz emas degandan keyin, shu usul fiqhida farz degan nima, sunnat degan nima, nafl degan nima deb shuni ta'rif qilganimizda, sunnat namoz odatda o'qimasa shunaqa bo'lmaydi. Butunlay masalan bir umr bo'yi bu sunnatni o'qimayman deb ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmaganlikdan, ergashishni yoqtirmaganlikdan desa yaxshi emas mumkin. Ammo abraqatim sunnatni o'qimay qolsa, aldirashlik qilib o'qimay qolsa, mayli unda bu vojib degandan keyin unda gunoh bo'lish yo'q. Shu o'qisa savobga, fazilatga erishilgan, bo'lmasa jazolanmaydi deb ta'riflaymiz hozir sunnatni. Sunnatning ichiga nafla, mustahab, mandub, rag'oyat deganimiz kirib ketadi. O'tganimizda masalan hajjatamizda kirib namozni o'tirib istixoraga o'zgartirib shu ko'nglimda shaxsan qilaman niyatni. Yerim yo'lda o'zgarsa bo'lmaydi. Masalan, peshining 4 rekatini o'qiy, undan keyin peshining farzini o'qiydi, 4 rekat quloq qilib, sunnat o'qidimiz hozir. Shuna o'qsal ya aldirashlik ya bir ish qaqqandek ya bir to'lg'andek bir ahvolga ochib, shu 4 rekatni farz qilib hozir ma'y desak, namozdan shu turib farzga o'zgartira olsak bo'lmaydi. Dastlabda quloq qaqqan chaqda qilgan niyat. Mana bir namozni bir qanday niyat qilsa, hojat namozi bo'lmaganda qo'shilmaydi. Niyatni bir qanchalik namozda asli qoidada shu bir namozni bir nimada o'qish lozim. Lekin endi ulamolar ana bir uzil kelib qolgan vaqtida ikki hisob bo'ldi degan ahvol bor. Masalan, biz masjidga kirib 4 rekat sunnat ya nimani o'qiydi desak, tahiyatul masjidga ikki hisob bo'ldi degandek. Lekin odatda shu asli qoidada bir namozni shu bir niyat bilan o'qiymiz. A'udhu billahi minash